Assalomu rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'-salomat. Aka, bu go'sht berib berdingiz 35 kilo. Mana buni 35 kilo go'shingiz. Elaka tozaladim. Siz aytasiz, har doimda qo'llarning ochichi bilan suyak biyanaverini o'zi toza go'sht deysiz, ama qarang, go'shingizni qarangda. 5 kilo atqich chiqyapti qo'l. Bu endi toza 30 kilo qoldi. Siz mendan 35 kilo qilib ketasiz aka. Unday bo'lmaydi endi. Odamni ko'zi qarab turib nasib bermaydi-da o'tib aka. Это не наш мясо, а отход ты не выбрасываешь. А что обманываешь? Aka, еще bitta смотря qildi aka, еще bitta смотря qildi. Qani ki, mana siz mana go'shingizni yeyapman. Mana buni atxotingizni yeyapman. Nima qilaman aka siz alla? Men sizni alla nima qilaman aka? Sizning go'shingiz qilman. Bugun olaman sizdan shu go'sht. Все понятно, теперь мы не будем тебе продавать мясо. A few moments later. Aka, извините, пожалуйста, aka. Нам нужен на завтра 100 килограмм мяса надо у меня. Извините, пожалуйста. Брат, mendan o'tgan bo'lsa, lekin kechirasiz-da. Lekin shu sizning go'shingizga. Lekin chetga bitta go'sht berib berasiz degan umiddaman aka. Хорошо, я тебе отправлю мясо, но в дальнейшем такие игры не подходят мне. Bo'ldi aka, mana shu sargana uni olib turadi-da, nima deydi? Anglashilmovchilik bo'lib turadi-da. Lekin sizning go'shingiz meni tanimasam, jonim sog' bo'lsin. Shu ertaga menga shu 100 kilogramm go'sht berib bering aka.